Bizga ko'proq ikki xonali uyga hovli uy almashadigan odamlarning uyini ko'rsating, o'shalarning videosini olib chiqing degan do'stlarimiz uchun, sizlar uchun mana ikki xonali uyga almashib olsa bo'ladigan 3,5 sotixdan iborat bo'lgan bitta xonadonimizdan obzorga kelganmiz. Ketdik ko'raveramiz. Xonadonimizga kirib kelganimizdan keyin kattagina darvozaxona bo'lyapti. Mana shu o'ziga bemalol 3 ta 4 ta mashinani sig'dirib olsanglar bo'ladi. Agarda xohlasanglar, mana shu uyimizning pastki tomoniga kattagina qilib uy qurib olsanglar ham bo'ladi. Orqamdagi turgan zdaniyamizning ichida 3 ta xona bor, o'zini sanuzul dushovoylari bilan. Mana bu birinchi tashqari tomonda turgan eshikdan kiradigan bo'lsak, uyimizning oshxonasi, uyimizning asosiy qismiga kirganimizdan keyin bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va bitta zal, yonida shundoqqina sanuzul dushovoylarimiz joylashgan. Uyimizning tashqari tomonida tandirxonalari bor va uyning orqasida yaxshigina joy qolgan. Xohlasanglar uyni ham chiroyli qilib olsanglar bo'ladi. Mana shu xonadonimizning narxi 35 ming dollar deb baholanmoqda. Agarda sizning shahar markazida ikki xonali uyingiz birinchi, ikkinchi qavatlarda joylashgan bo'lsa, albatta mana shu xonadonning egalariga aloqaga chiqishingizni so'rab qolaman. Sizlarga yaxshi variantlar qilib berishadi. Shu uyimizning lokatsiyasi shundoqqina biz hozir Svetlichokni orqa tomonidagi joylashgan xonadonlarda turibmiz. Bir tarafimiz Park Maykovskiy. O'sha ko'chadan kirib kelganinglarda mana shu xonadonimiz yo'l ustida turibdi. Ko'klam 20-xonadon. Albatta pastdagilarni qoldiramiz, sizlarga sunnatiga o'tib beriladi.